OpenShop YouTube kanalida Redmi ishqibozlari juda ham ko'p. Undan tashqari o'zi Instagramimizda ham, Telegramda ham, TikTokda ham Redmi ishqibozlari, Redmi foydalanuvchilari juda ham ko'p bo'lganiga hozir men sizlarga Redmi bitta telefonini obzor qilib beraman. Mana bu yerda turibdi, lekin u telefonni sizlar ko'rsatgunimcha taxmin qilib izohlarda yozib qoldiringlar. Bu Redmi hamyonbop smartfoni, lekin hamyonbop bo'lishiga qaramay, shu telefonda PUBG o'ynaydiganlar bor. Shu telefonda kun bo'yi issiqda taksi qilib yuradiganlar bor. Xullas, Redmi hozir kundagi juda ham yaxshi, chidamli bo'lgan smartfonlardan bittasi. Narxi ham hamyonbop. Xo'p, bugun obzorimizda Redmi 15C smartfoni. Smartfonni bilasizlar, Redmi'da o'zi C seriyasida arzon smartfonlar bo'ladi. Ham bu Note seriyasi emas, Redmi 15C varianti arzonroq smartfon hisoblanadi. Hozir men sizlarga buni bu telefonni kichkinagina obzor qilib beraman. Xo'p, smartfonni chetga olib qo'yamiz. Xo'p, endi ichini ochib ko'ramiz. Xo'p, nimalar bor ekan? Mana bu joyda albatta smartfonning chexoli bo'ladi. Redmi o'zi juda ham nima desa bo'ladi? Shedri so'zining o'zbekchasi nima? Mehribon brend hisoblanadi. Hammaga o'zini mana shunaqa adapterlarini, sifatli adapterlarni, USB kabellarini va chexollarini hamma smartfonga taqdim qiladi. Bilasizlar, hozir Samsung telefonlarida, iPhone telefonlarida va yana ba'zi bir brendlar bu narsalarni даже adapterlarni qo'shib bermaydi. Chexolni ham umuman xayolingizga keltirmasangiz ham bo'ladi. Lekin Redmi'da unaqa emas. Telefonni olsangiz, o'sha hamma narsa bor bo'ladi sizda. Chexoli bor, adapteri bor, Type-C kabeli bor, bozorlarga borib yoki internet magazinlardan boshqa zakaz qilmaysizlar. Undan tashqari siz OpenShopdan oladigan bo'lsangiz, biz bunga SIM karta ham qo'shib beramiz va aynan o'sha SIM kartani 365 GB internet trafiki bo'ladi. Tasavvur qilsanglar, telefon mana masalan mana shu 15C smartfonni OpenShopdan xarid qilsanglar, sizlarda o'sha adapterga alohida zakaz qilmaysizlar. Adapter iPhone, Samsunglarga o'xshab adapter bor o'sha. Ichida Type-C kabel, Type-C kabel hammasida bor, hopunda bor va chexoli ham bor, siraz ishlatib yurishingiz uchun. Endi hammamiz bilamiz, telefonni yangi odam olgandan keyin hamma chexol tutadi. Chunki qo'ldan tushib ketsa, qirilib qolishidan, sinib qolishidan qo'rqadi. Hamma chexol tutadi. Chexoli bor va sizlarga biz SIM kartani ham beryapmiz. SIM kartani ham o'zingizlar registratsiya qilgandan nomerni xohlaganinglarni tanlab olasizlar. Va uni registratsiya qilishingiz bilan sizlarga 365 GB lik internet paket taqdim qilinadi. Bu prosta maza. Maza qilasizlar, sizlarda o'sha telefonda hamma narsa bor. Bo'ldimi deyishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas. Undan tashqari TV.com platformasida 3 oylik bepul obunani ham sovg'a qilamiz. Ya'ni yangi mana shu 609 dyumli ekranga ega bo'lgan Redmi Redmi 15C smartfonida sizlar maza qilib istalgan kinolarni, seriallarni ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. TV.com platformasida 3 oy davomida bepul bo'ladi. Ichida seriallar bor, TV kanallar bor. Undan tashqari juda ham ko'p mashhur kinolarni o'zbekcha tarjimasi ham bor albatta. Xullas, bonuslarni aytib o'tdim. Yana bir narsani aytaman, 10 yil kafolat ham beriladi. Aynan shu smartfonga. Faqat shunga deb o'ylamanglar, любой smartfonga, ya'ni yangi smartfonga 10 yil kafolat beramiz. Bu smartfonlarimizdan tashqari. Bizda bu smartfonlar ham bor, ikkinchi qo'l smartfonlar. OpenShop.uz saytiga kirib turib ko'rsanglar bo'ladi ularni ham. Xo'p, telefonga qaytamiz. Redmi 15C smartfoni kattaligini qaranglar. 609 dyumli ekran. Undan tashqari displey qanaqa? Displey oddiy bo'lsa kerak. Oddiy deb o'ylasanglar, unaqa emas. Displey 120 Hz yangilanish chastasiga ega. Bu ham zo'r, o'yin o'ynashlarga juda ham zo'r smartfon. Protsessori endi juda ham zo'r deb maqtamayman. Helio G81 Ultra protsessori. Yomon emas, asosiysi Ultra, ya'ni sizlar o'yinlarni, любой o'yinni o'yna olasizlar va oxirgi grafikada emas faqat. Любой o'yinni o'rta grafikalarda bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Displey ham maza qilib o'ynashingiz uchun yordam beradi, ya'ni yangilanish chastasi. Undan tashqari asosiy kamerasi, hozir bilasizlar, Redmi telefonlarini hamyonbop modellarida ko'pida 50 megapikselli matrisadan iborat. Bunda ham xuddi shunaqa 50 megapikselli matritsa joylashtirilgan kamerasiga. Va 6000 mAh akkumulyator. Endi boshqa modellarga qaraganda kichkinaroq akkumulyatori, lekin narxi uchun juda ham zo'r va 33 vatli adapterda tezkor quvvatlanadi. Xo'p, telefonni asobiy qanaqadir boshqa Redmi'dan ajralib turadigan
kuchli xarakteristikasi yo'q. Asosiy mana shu narsalardan iborat. Menga eng yoqadigan tarafi mana shu ekran juda ham kattaligi va yangilanish chastasi 120 Hz bo'lgani. Bunaqa narxga bunaqa smartfonni olish hozirda juda ham qiyin. Xo'p, buni o'zini chexoliga solib ko'ramiz. Mana chexolida turishini ko'rsanglar bo'ladi. Mana silikonli chexol. Chiroyli, zo'r. Yangi telefon olganingizda chexolga ortiqcha pul sarflab o'tirmaysizlar. Undan tashqari telefonni o'zi mana chexoldan yechib ko'rsataman. Dizaynni ko'rsanglar bo'ladi. Dizayni ham juda ham chiroyli telefon. Va bu telefon Poco va Redmi ni boshqa seriyalariga qaraganda ancha ingichkaroq o'rtoqlar. Bu 709 mm ni tashkil qiladi. Hozir sizlarga bu narsani qanchalik ko'rinyapti bilmadim. Men qo'limda juda ham qulay turibdi. Chunki telefon boshqa seriyalarga qaraganda ancha ingichka ishlangan. Xo'p, smartfon narxlari keladigan bo'lsak, mana shu video tagidagi izohlarga kirasizlar va smartfonni narxlarini ko'rasizlar bo'ladi. Albatta, naqdga va muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyati OpenShopda doim bor. Ham 10 yil kafolatan qo'shib beramiz. Hoziroq izohlarga o'tib, saytga kiringlar va mana shu smartfonimizning narxlarini ko'rib olinglar. Keyingi video qaysi smartfon yoki qaysi brend smartfoni haqida bo'lsin, bu narsani ham izohlarda albatta yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha